Atletico Madrid yarim finalda Barselonani 4-0 hisobida yutganiga u qadar hayratlanmadim, sensatsiya sifatida qabul qilmadim. Chunki bilasizmi, Atletico Madrid so'nggi yillarda aynan Real Madrid va Barselonaga qarshi o'zining uslubidan chekingan holda, ya'ni o'sha eski himoyaviy chuqur himoyaga yotib oladigan uslubidan hujumkor o'yin uslubiga o'tgan holda ularni mag'lubiyatga uchratmoqda, ularga teng kurash va ulardan yaxshiroq ham o'ynamoqda butun o'yinlar davomida. Xususan Real Madrid bilan birinchi davradagi La Liga uchrashuviga qaraydigan bo'lsak, ular 5-2 hisobida nafaqat hisobda, balki o'yinda ham ustunlik qildi. Barcha jabhalarda zarbalar, nazorat va boshqa holatlarda. To'g'ri, o'rtada Ispaniya Superkubogi yarim finalda Realga mag'lub bo'ldi, lekin uchrashuvga qaraydigan bo'lsak, o'yinda Atletico Madrid to'laqonli ustunlik qildi, hisobda esa mag'lubiyatga uchragan. Endi esa Barselonaga qarshi bu o'yinda ham biz hujumkor Atleticoni ko'rdik. Birinchi taymning o'zida 4-0 va butun qolgan daqiqalarda o'sha hisobni ushladi jamoa. Atletico Madrid bunaqangi hujumkor o'yin uslubini faqat bir mavsumda kamida 2 marta tanlaydi. Ayniqsa Real Madrid va Barselonaga qarshi. Chunki ularga qarshi himoyaviy o'yin uslubi bilan yutmasligini Simeone allaqachon tushunib yetgandi va Barsaga qarshi ham Barselona va Real Madrid har qanday himoya uslubini yorib o'tadigan, sindiradigan jamoa bo'lardi. Shuning uchun ularga qarshi Atleticoning taktikasi ish bermay qo'ygandan so'ng hujumkor o'yin taklif qilishga majbur bo'lardi va mana natijasini bermoqda. Ushbu tanlagan uslubi yuqoridagi ikki jamoaga qarshi qo'l bermagan taqdirda ham ular o'yinda bemalol raqobat taklif qila olganligini ko'rsatamiz. Shunday ekan, oramizda Atletico Madrid muxlislari bo'lsa, ularni Copa del Rey finali bilan tabriklaymiz va Atletico Madrid ko'p ehtimol ushbu turnirning chempioni bo'lishi mumkin.